Men yaqinda bir video qilib YouTube'ga qo'ygandim. Mushugim bilan aylangani chiqqanda, o'g'lim Naji bilan aylangani chiqqanmiz deb video qilib YouTube'ga qo'ydim. Shunga shunaqa bir negativ yozishdi, ya'ni mushukka nisbatan isqirt mushuk deb o'qiyapti, isqirt mushukni kurtkasiga solgan, o'zi ham isqirt bu shunaqa gaplar. Asosan negativlar mushukka nisbatan. Mana shu negativ yozganlarni qalbidan ko'ra meni mushugim toza. Ko'rib olinglar. Mushuk bu toza hayvon. Shariatda hech qanaqa mushukka bir taqiq qo'yilmagan, ijozat berilgan, joiz boqishlik. Mushukni otasi deb nomlangan sahoba bor. Ya'ni bizgacha Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarini yetib kelishiga sababchi bo'lgan asosiy sababchilardan biri Abu Hurayra radhiyallohu anhu, ya'ni mushuklarning otasi degan. Xuddi shu mushuklarning otasi deb nomlagan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning o'zlari. Payg'ambarimiz alayhissalom Abu Hurayra deb nomlaganlar. Ya'ni mushuklarni yaxshi ko'rganligi uchun, atroflarda ko'p mushuklar bo'lganligi uchun Abu Hurayra deb nomlaganlar. Ya'ni mushuk boqish joiz, hech qanday shariatga zid joyi yo'q. Mushuk toza hayvon. Uyingizga aylanib yursa bo'ladi. Uyingizga biror narsaga tegsa u harom bo'lib qolmaydi. Meni mushugim umuman sichqonam yemagan, bundan bag'iga yeydim yo'qmi bilmadim, yemagan. Sichqon yesa ham mushuk bir necha soatdan keyinmi o'zi toza bo'lib ketadi deyilgan. Qo'rqmanglar, meni mushugim sizlardan ko'ra toza.